Assalomu alaykum dehqon aka, mana ko'rishlaringiz mumkin bu Tuvonunali makkamiz ekilgan holatiga bugun 1-aprel holatiga kelgan bo'lsa 43 kun 40 chiqdi oldin. 40 kundan o'tdi, ko'rishlaringiz mumkin yaxshi holatda mana. Baquvvatligi zo'r holatda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 barg holatiga yetib keldi. Makkani yerdan balandligi 3 qarsh 4 qarsh oldi 65-70 santlarga borib qolgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin 270 lik konturimiz. Bunga akalar o'g'it sifatida Smart 821 gektaraga 200 kilodan super aqlli amofosidan keyin Smart 45001 gektariga 300 kilodan karbometrdan birinchi o'g'itga solingan, ikkinchi o'g'it sifatida bir o'li 3 kun oralatib gektariga 500 kilogramdan silitra solindi. Karbometrga qo'shimcha 50 kilodan kaliy solindi. O'sha umumiy hisobda bu yerimizga gektariga 1 tonnadan o'g'it solingan. Mana shu holatda hali lekin suv qo'yganimiz yo'q. Suvga endi tayyorgarlik qilib qo'ydi fermer. Mana ko'rishlaringiz, hali suv qo'yilgani yo'q ekilgandan beri. Ki suspenziyaga endi xudo xolasa bugun super amofos ishlaymiz. Qo'shimcha unga nano kremni 77 dan ham qo'shimcha ishlaymiz. Lekin hali biron marta xudoga shukr fermer aytayapti, qurt ko'ringani yo'q, chunki hali qurt bahorgi Makkada juda qurt tema bo'lmaydi. Unaqa serob narsa bo'lmaydi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, qurtdan asar ham yo'q. Biz bilan hamkorlikda ishlayapti. Do'konimizning manzili Qo'qon avtovokzal. Ifoda Qo'qon ham deyiladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.